hozir biz arzonchi darvozachi akani oldiga kelganmiz. Opti narxlarda o'zlari birinchi qo'l ishlab chiqaradilar. Ha aytgancha bu akamiz 10 ta bloger bilan ishlaydilar. Bu akamiz qaysi blogerlarning kanalida ko'rgansizlar? Ustozimiz Oybek Qosimov, Gazini Voz, Foyda.uz, Ravshan TV kanallarida chiqqanlar. Yana qaysi kanallarda ko'rgansizlar? Bu haqda darvozalar haqida to'liq ma'lumotni Jamoliddin akam o'zlaridan olamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom aka. Yaxshi oldinglar. Kimsizlar? Charchamang. Mashinadan boshlayapmizmi? Bismillah. Assalomu alaykum. Akalar, ukalar, safardagi akalarim. Xonadonimizga, uyimizga Alloh xayr barakasini bersin. Boshlayapman. Uka, siz obunachi bo'lsa shuni 4 millionga. Toshkent viloyatiga, Vodiynichiga mutlaqo tekin. O'zbekistonga dastlabki. O'zbekiston bo'ylab dastlabki qilib beramiz. Mana bilamiz mana bundan jinday kattaroq Nerji aylangan 5 million so'm aka. 5 million so'm. Dastlabki qilib beraman. Faqat bitta sharti bor. Yaqinroq kelaman, Nerjiga ko'rsatib. Mana bundan ukamga berib qo'yasizlar, iltimos. Iltimos, faqat buyruq bas. Va qarang. Mana bularni qarang. Mana bog' eshikka, hamma katta reklama qilib, mana bir kichkinasini reklama qilay akalar. 1 million 800 ming so'm shu aka. 1 million 800 ming. 1 million 800 ming olib ketaveradi. Kerak bo'lsa. Hop, eshigi chapda 2,5 ga 3,5 azizlar. Tevasi Nerjininkidan foydalanganmiz. Chekkalarga tevarak lazer. Lazerdan foydalangan uyib, stanolari bor. 3 ga 3 razmonimiz azizlar. Tushib qolsa, alo desa, hisoblarni qarang. Aka, tagilari chivillar. Taglari chivillar. Burun to'pga bo'lgan. Dubaylarimiz aka. Dubay fasonlari. 3 ga 3,5. Tushsa, bir kunda o'rnatib beramiz. Eshigi bir chekkali, sopiga ham Nerjininki qo'yganmiz azizlar. iPhone fasonimiz ham shu mana. iPhone yoqtirganligida. Hop, bu yoqqa o'tamiz endi. Akalar, bu yoqda ham bor. Hop, 3,5 ini balandligi 3,5. Chekkasini qarang aka buni. Chekkalarni qarang. 8 ga 8. 8 ga 8. Qalin foydalangan, Dubayno yoni ham. Akalar buni 650 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab 650 so'm. Arzonligini qaranglar bu darvozalar. Dubay posti aka. Mana Dubay fason darvozalar. Tevalari lazerda ochilgan, tiniq. Bu yoqqa ham o'tamiz endi, marhamat. Bitta ham bor mana. Azizlar. Mana ko'ryapsizlar, mana shunaqasi 100 metrga ketgan darvozalar akamiz. Ko'rasizlar. Bu eskilar, yangilar hamma aralash. To'g'ri gap. Yangiligi ham bor mana ichida. Akalar, mana qarang. Tojikistonga beryapmiz. Bu garaji va uyi. Aten shivillarga qo'ymadik, o'zlari olib ketadi. Sizlarni chaqirdik, blogerga chiqazib oladi dedimda. Tojikistonniki. 10 ga 10 yaqinroq ko'rsan operator. Qalin akam aka? Mana 10 ga 10 aka. 10 ga 10. 2 list, двойной, 2 qavat bo'lgan. 1 million 300 ming so'mdan. 1 million 300 ming so'mdan O'zbekistonga. O'zbekiston bo'ylab. Dastlabki mutlaqo tekin. Mana buni ko'rsatding. Mana bilamiz akalar. Hop, 3 ga 320. 3 ga 320. Bog' eshikka mana bog' eshik deganlar aka, mana kichkina ko'rsatding. Podvolga, bog' eshikka, ofiska. $100 aka. Podvallarga keyin katta kichkina 1,5 million so'mgacha dastlabki qilib beramiz. O'sha yerdan ketsa $100. $100 ga beraman. Ha, $100. Akalar bitta kalakani bersalaring bo'ldi. Mana qarang. 3,5 ga 3,5 akalar. Ana aka. Ne ko'rsatding aka, operator? Ustunlarini qaranglar akalar. Erta kun omonada bu Sohib Jamol belda bor. Misr desam bo'ladi. Misr piramidasi mana akalar. Juda chiroyli. 650 ming so'mdan yaraslab kraska, xohlasa dev mashinaki qilib beramiz. Xollagan kraskalarni to'g'ri, xollagan gullarni chiqarib berishar ekan. Bemalol kallalar qanaqa voya kelsa dedik-ku. Mana 3 ga 320 gibrid fasonimiz bu. Nimaga gibrid deyapti? Aka, mana Toshkentlik, mana rossiyskiy. Bunday atroflar rossiyskiy, o'ttasam rossiyskiy bo'lgan lis. Azizlar, 750 ming so'mdan. O'ta baquvvat qalin. Xizmatda 3 yil garantiya beramiz kraskasiga. Garantiyasi ham bor. Hech kim bor, shivillar yo'q, garantiya beraman. Oilaviy qilamiz. Burun topga bo'ladi. Siz obunachi bo'lsa 1-2 so'm xayri bor. Aytdim-ku, men bundan bersa bo'ldi sizga. Obuna bo'lib, like tayyorlaydi. 3,5 ga 370. Xo'p, taroq fasonimiz akalar, bular klassik fason 650 minggacha kvadrat. Misol, ma'mulimiz aka, oxirgacha ochiladi. Rais tog'alarga, shopir tog'alarga, shopir akalarga, Isuzu, Kamaz, Furaç akalarga katta. Akalar shu 3,5 ga 4. Bularga damofonlar hamma yo'ldan ham qo'yib beraveramiz. Damofon, xolasi kalkulyator ham qo'yib beramiz. Hisob kitob qilib ketisharadi. Shunday sochi taraf, qani yaqinroq keling. Puldan qo'yib berishadi aka. Qo'yib beramiz, hazillar. Hech qaysi o'zingiz ko'rmasiz, toshlaysiz taraf bemalol ketadi. 1 million 300 ming so'mdan aka kvadrati. Dubayimiz 2 qavat, orqa oldi 1 xil, 800 ming so'mdan Dubaynoy. 2 qavatli.
8 mingdan dastlabki qilib beraman. Bu yoqda ham bor azizlar. Hop bu yoqda mana bog' eshiklarimiz azizlar. Biri 20 ga 260. Mana Hop biri 18 ga 310. Bu ikki qavatligi. Buni davomi bor. Mana bu yoqda ko'rsatyapti. Bu o'g'li. Mana bu dadasi akalar. 310 ga 4 metr azizlar. ana akalar. Yo'llari shvel. Bu nima ko'rsatyapti? Ikkitasi yonma-yonlikda. Ha. 1 million 100 dan dastlabki qilib beraman. 1 million 100 dan. Joyi tayyorligi o'rnatib beraman. Vodiyning ichiga Toshkentga mutlaqo tekin. Ma'mulimiz mana akalar. 6 million so'mga o'rnatib beraman. Vodiyning ichiga Toshkentga. Ma'mulimiz ham aka, Dubai. 6 million o'rnatib beraman. Dubai fason. Yaqinroq kelsangiz mana. Qalin 1-3 dan foydalanganmiz. Aten zamon qo'yib qo'ymagan. Bir o'lchaydi. O'pish qalin bo'lgan 6 million o'rnatib beraman. Ma'mulimiz mana azizlar. Uni qaranglar akalar. Tureyskiy fason, İzmir fason deydi. 370 ga 370. Ko'ringlar. Nerjaminka foydalar 2 lilis, atroflari shivillar. Qora profil qalinda bo'lgan. $100 dan qilib beraveramiz. Gullarini qaranglar. Lazerda chiqarilganda. Ma'mulimiz azizlar 310 ga 330. 2 qavat divoyni 850 mingdan dastlabki qilib beraman. 850 ming. O'zbekiston bo'ylab shivillar atrof. Akalar tezlashib Mashtur uchun 4,5 million so'mga dastlabki qilib beraman. Vodiyning ichiga Toshkentga o'rnatib beraman. 4,5 million so'm. 4,5 million so'mga ravot qarang. Hamma ham katta olavermaydi-yu. Sharoitga qaraydi-yu. Ma'mulimiz qarang. $100 dan dastlabki uстановkasi bilan Vodiyning ichiga Toshkentga. Ko'ringlar. Bemalol. 320 ga 330 Tureyskiy fason. Ma'mulimiz mana Mega Planet nom qo'yib qo'ydik. Toshkentda nega planet ko'rganmisizlar akalar? Ko'rganmisiz mana shundan qo'yib qo'ysalar. O'sha yurganda 3,5 ga 330 akalar. Tushib qolsa bir kunda. Chechen fasonimiz azizlar. Navbatdagisi. Eshigi o'ngda 2 lilis foydalanganmiz, atroflar shivillar, 2 qavat. Hop, Li9 modelimiz mana, trenddagisi, yangisi. Yangi Li9 qaranglar akalar. 12 li shivillar, Mana 2 lilis, двойной akalar. Shumka qilganmiz. Orqasini ko'rsangiz, iltimos. Orqasi ham mana qalindi. Mana 2 lilisdan foydalanganmiz, 2 li o'zi ham. Qalin akam aka? Ha, qalin. Avtomobilni lak azizlar. Li9 model qildi. Li9 kraskasi. Laki ham avtomobilni moshinaniki bu. Mana ko'rishlaring mumkin akalar. Kimga videolarimiz yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariy bosinglar akalar. Arzon bo'lib ketibdi darvozalarimiz. Sex o'zimizga, sexdan obzor qilib beraverasiz. Sexga ham obzor qilamiz. Akamiz o'zlari ishlab chiqaradilar. Sog' bo'lasiz. Mana ishlab chiqaradigan joylar. Marhamat, mana qora lislarimiz aka. Mo'min obini aka mana o'ngda yonida. Ro'joni bu katta. Ha, 1.2 stankada. Mana Toshkentga ketyapti akalar. Mana Toshkent. Ma'mulimiz ham mana. Mana Toshkentga chiqazyapmiz. Bu ham Toshkentga, Dubai. Bu aylantirib olib, abini irinmasdan. Dubai fason. Egash ko'rib qolsa ham xursand bo'ladi. Bemalol chiroyli qilgan. Kraskalar ham. Syomkada chiqdi darvozamda mana akalar. Ko'rib oling. Ko'rishlaring mumkin. Dubai darvozamizda bular. Mana kaletkalar ham. Mana bu iPhone akalar. Qani, bu iPhone fasonimiz mana bu nerjaminka qo'yiladi, sopiga qo'yiladi. Chiroyli qilib qora listda mana. Ustakam ishlayaptilar mana. Mana bu ichidan bor. Bir 10 ta bor, o'rab qo'yilgan. Keyin havas ketadi. O'rni olib, ketirganlarni yaqinroq borib, So'kalar akani. Ha. Ana akalar kraskani hali chang joyda sepishmaydi ana. Suvlar bor. Mana. Bundan tashqari akalar 330 ga mana 396 mana shular hammasi upakovkada. Attagida ham bor 10 ta. Toshkentga chiqadi xudo xolasa. Bu yoqda ham bor. Materialni obzor qilib bering, iltimos. Bo'l. Videomiz yoqayotgan bo'lsa, mana qora profildan foydalanamizda. Oqmas. Qora profil nega aytayapmiz? Baqvat chiqadi. Bir, ikki baqvat bo'ladi. Mana o'ngga o'ngga. Mana ham Toshkentga ketyapti. Bu ham Toshkentga ketyapti ana. Bu ham mana Begavot. Toshkent Begavotiga. Yo'qdagilar bugun yuklanadi xudo xolasa. Mana materiallarimiz akalar. Mana materiallar. Hammasi qora to'kiladi bu yerga. Oq profil yo'q umuman. Nimaga qorada har safar aytayapman, takror bu birinchidan baquvvat bo'ladi, ikkinchidan qalin. Sindi-pindi egilib ketsa bo'lmaydi. Baquvvat chiqadi akalar. Ustagalardan ishlashyapti. Ha, ustagalarning sekin birin-ketin sahar keldinglar. Mana 2 qavat taroq fasonimiz foydalanganmiz. Mana qarang, yaqin olib kelgan operator masteklavatta, mana ko'chiryapti. Ichida to'la. Ana, shumka. Eshityapsizlar. Shumka bo'lgan. Mana buni ham shumka bo'lgan. Hammasi. Bu oddiy taroq fasonimizni Toshkent list deymiz.
Xalq tilida pechat deydi. Mana Bu ham shumka shumka bo'lgan. bo'lgan. Ha, shumka mana, hammasi shumka. Mana eshityapsizlarmi? Shumka bo'lganda. Jim, ovoz bo'lmaydi. Domofon, ruka, tirsa deydi, ochib yopadigan eshikka o'rnatib ham bera olamiz. Mabodo 500 ming so'm turadi u narxi. Narxini bersa bo'ldi, o'rnatib beraman. Eshik o'zi yopib, o'zi ochadi. Qanaqa ochilib yopiladiganini qilmoqchi bo'lsangiz, telefon qilsangiz, zakaz qilsangiz, istalgan turdagi Ha, 300 mingga ham beradi, 500 mingga ham beradi. Eshikka o'rnatib bering usta deysa, kichkina eshikka o'rnatib bera olamiz akalar. Uni Xitoyki bo'ladi. Qo'shib bersa bo'ldi. Endi agar uni listligini zakaz qilsa necha kunda, pechatligini necha kunda qilib berasiz? Bu pechatlarimiz mana xalq tilida aytganda pechat deydi. Buni 3 kundan 10 kungacha azizlar. Qo'l mehnatlarimiz azizlar 10 kundan 20 kun, 1 oy. O'ta murakkab bo'lsa 1 oy, bo'lmasa 10 kunda. Mana bular 10 kunda bitadi. Yetkazib bera olamiz, xudo xolasa, imkon qadar. Ishchilarimiz yaxshi hammasi, aqlli xush joyda, katta va katta ishdan pishaptilar mana. Kimga videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Faqat alo deyish qoldi xolos. Alo deb ukamga men bundan iltimos gazini bosib olasiz. Rahmat. Sog' va salomat bo'ling.